The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Epstein hujjatlarida samarqandlik qiz tilga olingan. Ismi jumboqlar va og'ir jinoyatlar bilan keladigan milliarder Jeffrey Epstein ishi bo'yicha AQSh Adliya vazirligi minglab sahifadan iborat hujjatlarni e'lon qildi. 3 milliondan ortiq hujjatlar orasida siyosatchilar, mashhurlar bilan birga O'zbekistondan, aniqrog'i Samarqanddan bo'lgan qizga oid yozishmalar ham borligi ma'lum bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, ularning aloqasi 2012-2014-yillarga to'g'ri keladi. Qiz xatlarda moliyaviy qiyinchiliklar, xorijda o'qish va viza muammolari haqida yozgan. U Malayziyada tahsil olish, keyin esa AQSh yoki Yevropada qolish rejalari borligini bildirgan. 2014-yilda Epsteinning advokati orqali qizning O'zbekistondagi hisobiga $5400 o'tkazilgan. Bu mablag' Parijdagi New York Film akademiyasida o'qish, yashash va yo'l xarajatlari uchun ishlatilgan. Hujjatlarda Parijga borish-kelish aviachiptalari ham Epstein tomonidan to'lab berilgani qayd etilgan. Biroq ularning munosabatlari qanday kechgani yoki bu yordam evaziga nimadir talab qilingani haqida aniq dalillar yo'q.